Zamashari aytadilar: "Ya Abul Qosim, ta'ammal baytan nozim. Tawaddu aduwi thumma tas'umu annani sadiquka laysa nawqu anka bi'azibi." Ey Abul Qosim dedi. Ya'ni Zamasharining kunyalari Abul Qosim bo'lgan. Shoirni she'rini bir o'ylab ko'r. Tawaddu aduwi thumma tas'umu annani. Meni dushmanimni o'zingga do'st tutasan, keyin da'vo qilasanki, men seni yaxshi ko'raman deb da'vo qilasan. Ahmoqlik sendan uzoq emas dedi. Ya'ni meni do'stimni o'zingga dushman tutdingmi, meni ham dushman tut dedi. Do'stimni agar o'zingga do'st tutdingmi, meni ham do'st tut dedi. Alloh bandalariga taqvodorlar bilan birga bo'linglar deb qancha aytayapti, dedi Abul Qosim Zamashari. Sen Allohni yomon ko'rganlarni o'zingga do'st tutma dedi. Seni aqling bir shoirni ham she'richalikka yetmadimi dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sab'atun yuzilluhumullohu yawma tahta zillihi yawma la zilla illa zilluhu. 7 ta toifa bor dedilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Allohning arshini soyasidan boshqa soya yo'q bo'lgan kunda, ya'ni qiyomat kunida Alloh bu 7 ta toifani o'zining soyasi bilan soylantiradi. Birodarlar, qiyomat juda ham dahshatli. Biz hozir xohlaganimizni qilamiz. Qiyomatda Alloh xohlagan kishigina gapiradi. Yawma la takallamu illa nafsu. Qiyomatda Alloh ijozat bergan jongina gapira oladi. Hech kim gapira olmaydi. Mana hozir xohlagan odam xohlagan narsasini gapiradi. Gapirishlikka ham izn yo'q, biron bir amal qilishlikdan tashqari. Biron bir ish qilay deyishlikka hech qanday ish yo'q u yerda. Mehnat qilib pul topay deyishlik yo'q. Hisob kitob u yerda. Issiq juda ham qattiq. Quyosh inna shamsa tadnu yawmal qiyamati hatta yablugha al-araqu nisfa al-udhuni fa baynahum kadhalik istaghathu bi Adam thumma bi Musa thumma bi Muhammadin sallallohu alayhi vasallam. Quyosh yaqin keladi odamlarga dedilar Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Hattoki odamdan oqqan ter qulog'ini yarmigacha botirib yuboradi. Odamni o'zini terisi odamni o'zini ko'mdirib yuboradi. Qulog'ini yarmigacha. Faraz qiling, qulog'ini yarmigacha agar kelsa, odam tumshug'ini ko'tarib turadi, nafas ola olmaydi. Shunchalik issiq qattiq bo'ladi. Quyosh shunchalik yaqin keladi. Ahvol juda ham og'ir. Necha yillardan beri ovqat yemagan, suv ichmagan odamlar Allohning huzurida turadi. Odam bu dunyodan o'ldimi? Bo'ldi, u Allohning huzuriga ketadi. Kofirlar, Allohga ishonmaydigan kofirlar, ularning oxirgi luqmasi shu dunyodagi oxirgi luqmasi bo'ladi. Oxirgi suv ichishi ham bu dunyodagi oxirgi suv ichishligi bo'ladi. Shu bilan Allohning huzuriga boradi. Qabrdan ko'tariladi hamma. Allohning dargohiga boradi, mahsharga boradi. Mahshar degani odamlarni jamlab qo'yadigan joy. Bu yerni olib tashlaydi Alloh. Odamlar turib mahsharga o'tgandan keyin bu yerni olib qo'yadi. Mahsharda odamlar 50 ming yil qolib ketadi. Faraz qiling, kofir. Hech narsa yemaydi ham, ichmaydi ham. Bir kun roza tut deng, ochqab ketaman, suvsab ketaman deydi. 50 ming yil Allohning huzurida jim turishlik, bu qanday musibat bu? O'sha musibatli kunda Alloh 7 ta toifani o'zining soyasi bilan soylantiradi. Shunda ulamolar aytdilarki, bir mu'min kishi bilan kofir kishi yonma-yon turgan bo'lsa, kofirdan oqqan ter qulog'ini yarmigacha botirib yuboradi. Yonida turgan mu'minniki Allohning arshini soyasida soylanib turadi. Unga rohat, bunga azob.
Alloh har bir narsaga qodir zot. Ana shunda 7 ta toifani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizga bayon qildilar.